Salmon, mantar singari taomlarimizni xushxo'r, yoqimli qiladigan seldereyning vatani O'rta Yer dengizi sanaladi. O'simlik u yerda haligacha yovvoyi, madaniylashtirilmagan holda o'sadi. Bu o'simlikning 20 ga yaqin xili ma'lum. Seldereyning tugunaklari yirik, bandlari va barglari petrushkanikiga o'xshagan sersuv bo'ladi. Taomga hamma qismi ishlatiladi. Seldereydan qadimgi Yunonistondayoq foydalanishgan. Uyni qora kuchlardan himoyalanish uchun osishgan. G'oliblarga gulchambarlar to'qishgan. O'simlik omad olib keladi deb hisoblashgan. Avvaliga shifobaxsh o'simlik sifatida foydalanishgan. 17-asrdagina taomga qo'shib boshlashgan ekan. Amerikaga selderey 19-asrdagina kirib kelgan va uni madaniylashtirish boshlashgan. Seldereyning yarim rasmiy poytaxti bor. Kolorado shtati Arvada shahrini dunyoning selderey poytaxti deb atashadi. Seldereyning qanday foydalari bor? Seldereyda vitaminlar ko'p. Birinchi o'rinda C vitamini turadi. O'simlikning hamma qismlarida aminokislotalar va mikroelementlar bor. Bor, kalsiy, xlor va boshqalar. Selderey kletchatka va efir moylariga, shuningdek A, E, K va B guruhi vitaminlariga boy. Seldereyni taomga qo'shib iste'mol qilish organizmning hayotiy tonusini oshiradi. Seruyqulik va apatiyani bartaraf etadi. Zaharli moddalarning chiqib ketishini tezlashtiradi. Ratsionga seldereyni kiritish yosh o'tishi bilan paydo bo'ladigan yurak-tomir kasalliklari, suv-tuz almashinuvi buzilishi va yallig'lanish jarayonlarining samarali profilaktikasi sanaladi. Kaloriyasi kamligi va moddalar almashinuvini tezlashtirgani tufayli seldereyni ko'plab parhezlar tarkibida ishlatishadi. Bu sabzavot sharbati oshqozon shirasi ajralishini faollashtiradi. Bu esa taom hazm bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Selderey urug'i ekstraktini ko'pincha mushaklardagi spazm va bo'g'imlardagi og'riqdan xalos qiluvchi vosita sifatida qo'llashadi. Selderey urug'larining uxlatuvchi va tinchlantiruvchi ta'siri ham ma'lum. Selderey erkaklarning jinsiy quvvatini oshiruvchi vosita. Androsteron gormoni potensiyani oshiradi. Seldereyning qanday zararlari mavjud? Seldereyni taomga qo'shib iste'mol qilishda qarshi ko'rsatmalar mavjud. Eng birinchi navbatdagi qarshi ko'rsatma homiladorlik va emizish davri. Oz miqdorda selderey xavfli emas, lekin uning iste'molini cheklash lozim. Selderey urug'larida bachadon qisqarishini chaqirib, homila tushishi xavfini paydo qiluvchi modda mavjud. Sabzavot poyalari, tugunaklari va barglaridagi apiol moddasi bachadonda qisqarish paydo qilib, qon ketishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hayz davrida selderey iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Xom ko'rinishda esa o'simlikning har qaysi qismini oshqozon ichak trakti kasalliklaridan aziyat chekadigan odamlar yemaganlari ma'qul. Ishlov berib yegani yaxshi. Tabobatda qanday qo'llaniladi? Selderey ozishga yordam beradigan mahsulot sifatida birinchi o'rinda turadi. Uni hazm qilishga o'simlikda mavjud bo'lganidan ko'proq kaloriya sarflanadi. 100 gram sabzavotda 25-32 kilokaloriya bor. Seldereyli taomlar yaxshiroq hazm bo'ladi. Moddalar almashinuvini tezlashtiradi. Xolesterinni kamaytiradi va ortiqcha suyuqlikni chiqarib, shishlarni ketkazadi. Selderey kosmetologiyada ham ishlatiladi. Undan yuz terisi va sochlarni mustahkamlash uchun qaynatmalar va tindirmalar tayyorlanadi. O'simlik sharbati va qaynatmasi bilan yuzdagi pardoz vositalarini olib tashlash va tozalash mumkin. Selderey yallig'lanish va yaralarni bitirish xususiyatiga ega bo'lib, zararlangan terining tiklanishini tezlashtiradi. Terining turli kasalliklari, allergiya, ekzema, eshak yemi kasalliklarida ishlatiladi. Selderey keksa odamlar uchun juda foydali mahsulot. Seldereyning qondagi qand va xolesterin darajasini pasaytirishi isbotlangan. Bu esa ateroskleroz, qandli diabet va yurak-tomir kasalliklari profilaktikasi deganidir. Selderey bo'g'imlarning yallig'lanish kasalliklari, artrit, artroz, botdan aziyat chekadigan odamlarga foydali. Uning shoxlaridagi moddalar siydik haydash xususiyatiga ega bo'lib, siydik kislota kristallarini yo'qotishga yordam beradi. Bu esa sistit va tanosil tizimining boshqa kasalliklaridan qiynaladigan odamlarga foydali. Bari selderey erkaklarning jinsiy faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Selderey urug'laridan olinadigan efir moylari og'riqni kamaytiradi.
Uning tarkibida ko'p miqdorda bo'lgan kumarinlar migrenda yordam beradi. Selderey qabziyatda foydali, chunki yengil ichni yumshatuvchi ta'sirga ega. Ko'p miqdordagi kletchatka ichak mikroflorasini yaxshilaydi va xiltlar hamda zaharli moddalarning chiqib ketishini tezlashtiradi. Oshxonada qanday ishlatiladi? Taomga o'simlikning hamma qismlari, hatto urug'lari ham ishlatiladi. Sersuv shoxlari va barglarini asosan barra holda yeyishadi. Tugunaklarini esa ko'proq dimlashadi, jarkob va sho'rvalarga qo'shishadi. Ishlov berilgan sabzavotni oshqozon ichak trakti kasalliklaridan aziyat chekadigan odamlar ham iste'mol qilishlari mumkin. Uni qanday tanlash va saqlash kerak? Tanlayotganda o'simlikning tashqi ko'rinishiga e'tibor berish lozim. Sabzavotning shoxlari va barglari tarang, silliq, och yashil, bir xil rangda bo'lishi lozim. Seldereyning o'ziga xos hidi bor. O'ziga xos hidi bo'lmasligi esa ximikaliylarning ortiqcha ishlatilganidan darak berishi mumkin. Yirik bo'lmagan yosh tugunaklar eng mazalisi sanaladi. Turib qolgan va yirik ildizlar qattiqroq va sertola bo'ladi. O'simlikda dog'lar, chirish izlari bo'lsa, bunday sabzavotni xarid qilmagan ma'qul. Roliklarimiz sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.